Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Kanalimizda mehmon bo'lsangiz, obuna bo'lishni unutmang. Maniki tormas, maniki dutor. Jarangdor ovozli simchalari bor. Sizniki tormi, sizniki g'ormi degan qo'shiqni ko'pchilik hamma past eshitgan bo'lsa kerak. Nilufar Hamidova bilan Yakzon degan brat gapirib qo'shiq aytib chiqibdi ekan. Bu yo'nalish chorniy PR deyiladi, chorniy PR. Bu yo'nalishda ko'pchilik video qilib chiqyapti. Ko'pchilik emas, juda ko'pchilik. Minglab, millionlab insonlar bular video qilib chiqyapti. Shu tobi bularni xizmatkori insonlar. Mana men sizlarga achchiq bo'lsam haqiqatda aytaman. Bu gapirib qo'shiq aytib chiqqanligi uchun qonun oldida chora yo'q. Chunki sizniki tormi deyapti, chalayotgan asbob yoki dutormi? Bular sizlar o'ylaganchalik aqlsiz odam emas. Men Nilufar Hamidovani bilmadim. Yakzon bilan ko'rishganman, juda ham aqlli. O'zi uchun miyasi juda katta darajada ishlaydigan odam. Ozodbek qayerga qarayapti? Madaniyat vaziri qayerga qarayapti? Ichki ishlar qayerga qarayapti deb so'kib chiqayotganlarning hammasi bular uchun tekin xizmatkor. Qancha ko'p bularni so'kib chiqib video qo'yib prosmotr oshirib beraversa, bular o'ylagan natijasi erishaveradi. Birinchi qo'shiq chiqqanda ham so'zlariga e'tibor berib qarasanglar, qonuniy bularga hech narsa bildirib bo'lmaydi. Mana ikkinchi qo'shiq ham xuddi shunday. Bular aqlli odam aslida, so'kib chiqayotganlar aqlsiz. Tekin xizmatkor bular uchun prosmotr yozib beryapti.